hech kim bir-biriga hech kim. Kimni qilanadi? Menga buni katta gapirasan, men ishonadigan sen narsa katta gapiryapsan, u qivoraman, bu qivoraman deb. Men hali seni bir nima qivoraman demadim. Siktirib olib keldim. Bilganingda q degan ma'noda bu. Siktirib olman. Bilganingda q degan ma'noda. Sen u qilaman, bu qilaman, pulim ketsa deydi. Pulingga, ko'tingga tursiga olgin, menga pul sarflagancha, xo'pmi? Bo'ldi, всё, gapirma. Nuqta qo'yma shu yerda. Men seni orqangdan gapirmayapmanmi? Seni o'rtada qo'shilib men bilan urushyapsanmi? Gapirma. Gapirma deyapman senga menga. Va shu gapirma. Yana aytyapman. Har oyning oxirida deyman, mendan dragon ushiysan deyman. Kayf qilib prosta davrimda. Qilaver, men birovlarga ehson qilaman o tushgan drakonda. Faqat kayf qil, tamomsan. Turmayman, bo'plarimga chiqacha dohodimni nol qilib bo'lganman. Ehson qilaman, tashavvur, farqi yo'q. Ehson qilaman o'sha tashaganingda. Ehson qilaman men. Men plan yopishga o'lib kirmaganman. Senga o'sha pul, men ehson qilaman tashagan drakoningga tushgan bo'pti, men ehson qilaman, tushundingmi? Sen ehsongacha bormaysan. 20 mayli qilsa qilmasa kuyib ketsin. Zato turadi, dohodga tushadimi? Sirazi tashab yuboraman hammaga. Yuzta tashab chiqib ketaman. Nechta kam ta'minlaganlar o'tiradi. Oltin sotib yeyapsan-ku. Dohoding tushganiga oltin sotib yeyapsan-ku. Yo'q, dohodimda men 300-400 dollarini pul urib chiqaman. 20 ga bo'lib ketgan. Urganimda qara. Dohoddan urganman. Men alma sotib olishni ham bilmayman. Uni davo yo'q. Pul urib chiqqanman. Pul urib chiqqan o'sha. Yosh kattalarga, opalarga, yosh katta plan qila olmaydigan opalarga 20 ga urib yuborganman men hammasiga. Men plan uchun, pul uchun kirmaganman, bilib olgin. 30 kun zaybalin chiqib hammani shartini qilib yurasan, keyin oxirida oylik olmay o'tiraverasan, tamom. Ha, uraver deyapman xohlasang. Bo'ldi deyapman. Dohodga tushsa men urib yuboraman, kuysa kuyib ketmaydimi menga nima? Men nima sen uchun pul uchun yig'laymanmi senga o'xshab? Men pul uchun yig'laganim ko'rdingmi sen? Bo'ldi, gapirma unda, ehson qilaman. Zato sen ham bir savobli bo'lib qolasan, o'rtada tashagan bo'lsang, tashab yuboraman. To'g'ri, ehson qilishing kerak, sen ehson qilishing kerak, bo'lmasa senga qiyin. Nima? U arzimagan 1-2 dollardan ketadi har bitta odamga. Menga nima? 1-2 dollarda ko'rmaganmanmi? Xuyo zatini ko'rganmisan yo'qmi? Ko'rganmi? U yetadi o'zimda pulim. Sen o'ylama, kirgan bo'lsam kechagina kirgan odamman. Tushgan dohodimda hammasini tarqatib yuborganman. Men sen kayf qilayotganligim bor-ku, nimaga bunchalik katta ketasan, o'shanga vobshe kayf qilyapman, sho? Sen menga katta gapiryapsan. Men o'ylaganim ham yo'q, nimaga katta gapiryapsan, qiziqtirmaydi ham menga. Menga nima qiziqtirmaydi? Sen siqilyapsan bir soatdan beri. Siqilib o'tiribsan. Sani deb meni boshim og'ridi. Ha, nimaga boshing og'riydi? Ko'ting og'rimayaptimi mabodo? Meniki mazza chiki bo'lib yuribdi-yu. Gaplash undan ko'ra. Yaxshi gapirib o'tir, bechoraga. Qanchiq deb yuragini siqmasdan buni yaxshi gapirib o'tir. Qanjiq bo'lganingni qanjiq deyman. Sen kimsan? Sen uydagilaring nima? Qanchiq-ku? Nima farqi bor? 215 birotdi. Men sen uydagilaring haqida gapiryapman. Men sen uyinglar haqida gapirsam juda olmaysan. Sen meni gapiryapsan, nima farqi bor? Oilaga kiradi u ham. Po'q qo'ymasmi senga? Какой привет, такой tot bo'lyapti. Men seni joyi yo'q. Sen yetimmasmisan mabodo? Ko'ryapsanmi? Bir detskimisan? Nechinchi yilsan o'zi? Nechinchi yilsan? Po'qnadim, katta doda qatori. Ayt meningda shunchalik zo'r ekansan. Ayt, nechinchi doda qatoriman deyapman. Amin degin kelmayaptimi? Haromi, gadoy. Ayt nechinchi yilligingda, qo'yjalar. Xotinchalik qara, kulishni qara. Erkakmisan, normallik gapir, davba yo'q. Musulmon sen bilan gaplashing kelmayapti, sho. Gaplashmasang qo'tog'imga tortkizasanmi? Yibanashga. Orqamdan gapirma, so'zga. Uyingdagilarni gapir, gandon. Uyingdagi qanchiqlaringni boq, tushundingmi? Padarka tashagancha gandon, ko'tingga tursiga olib ber, ko'tlariga tursiga olib ber. Amlarini yuvib qo'y, satib ketgan gandon. Sen unaqa tursi dema, sen borku orzu qiladigan paytda yashayman deyman, dalbayoq. Voy, sen meningdagini ko'rmagansan, men maqtanmayman. O'zimga yetali, Xudoga shukr. Senga o'xshab maqtanib yurmayman, almazimni olib, men donatorman, almaz sotaman, almaz tashiyman, padarka tashiyman deb. O'shanga qo'toq bo'lib hamma shart qilyapsan-ki, dalbayoq. Qo'ymasmi, u meni ishim, meni xohlaganimda qilaman. Sen bergila olmaysan, uni qilmadi ishga. Haqqi yo'q, po'q qo'ymasmi senga? Achivyaptimi seniki? Senga tegmasin. Po'q qo'ymasmi senga? Erkak bo'lsang, senga nima misol uchun?
siktir bor bo'lmasa. Sen siktirasan borib. Menga-ku po'xoy-ku, sen siktiravor bemalol. Achib o'tiribdi yo'qmi? Gaplashim kelmayapti. Gaplashmasang, bor, sur. Qo'toq bormi tushpaski? Senga qo'toq bor, ko'tingga siktirib bor. Yaxshi bo'lib ketasan, chunki bo'lyapti, miyang ana bo'lyapti, menimcha. Simi tortishyapti. Tamakani bo'lib qopti. Men prosta kayf qil, tamom. Voy, men ehson qilib yuboraman tashlagan drakoningni, xohlagancha tasha. Tushundingmi? Ehson qilib yuboraman deganman. 20 ga ehson qilib yuborganman hammaga men. 20 ga? Da 20 ga hammaga bo'lib berib yuborganman. Dahotim 0, men hech qachon dahot saqlamayman. Hammaga urib chiqaman. Bir chekkadan kiraman efirga, kimga hech kim urmagan 0 da o'tirsa urib chiqaman. Laylo o'zi yaxshi biladi. Bir $400 pul haqida gapiryapsan. Jalat. Mayli, o'sha kirganimga 1 oy bo'ldi. $400 hammaga bo'lib berganman. Hammaga bo'lib berganman. Hammaga bo'lib berganman o'sha $400 opalarga, aka yosh kattalar o'tiradi, ularga hech kim podarka tashamay. Ehson qilib yuborganman. Men ham bu yoqda ehson emas, dastoyni bolalarga, dastoyni qizlarga urayman, senga o'xshagan qanchaga urmayman. Yo'q, urur, menga qiziq emas, men podarka haqida gapirma deyman. Zaybal qilgan podarka gapirib. 20 ga. Nima deysan, o amdi bolasi nima deyapsan? Harom og'zingga sikib qo'yaman o gandonashga. Xarrabchalar. Oralamadimman musurda bo'lasiz. Onangni og'ziga sassiqchalar. Onajoningni tikaman. Sani onangda eshak sikib bo'lgan, qisib o'tdi harom. Onangni musursan, musursan. Musur deb sandaqalar ayta, erkakmisan, shuncha odam ichida o'tiribsan. Boydan beri ko'tima g'ajib o'tiribsan. Onang sikilib bo'lgan. Go'rida sikilib bo'lgan. Din naxuy siktirib borib, gandon. Erkakmisan, jalab. Orqamdan g'ajib o'tiribsan. Xohlagancha g'ajji, xohlagancha g'ajji. Ko'tim shirin ekan shunchalik. Yo'q, hali gapirib o'tiribdi, Laylo, to'ba. Gapirma, bo'ldi, to'xtat demadingizmi siz ham? Ha, shuni aytayotgandim, bir-birimizdan uzr so'radik dedi. U uzr so'ramadi. Kimga gapiryapti? U 1 soat bo'ldi unga. Hali ham gapiryapti. U ham oyog'ini tirab turib olgan. O'sha temani deb endi gap boshlayotgandim, siz keldingiz-ku. Ha, mayli, o'zi bildim o'zi g'iybat bo'lishini. Uxlamaydi, ular shunaqa tema qilib yuraveradi, u yoqdan bu yoqqa. Menga qara, o'zi bor to'kishmaman, u senga jalka. Men uni uchun tushirib yubormadim. U o'g'il bola bo'lgani uchun tushirib yubordim. Siz qiz bolasi turing tepada. O'shada, yo'q, mayli, u tinmay gapiryapti. Boshqa erkak bo'lganda davni to'xtatib ketib bo'lardi. Bo'ldi, nima qilmang, всё. Bo'ldi, bittalaring gapdan qolinglar deb. Shuni aytayapman. No, prosta men aytganim, ertaga все равно-da siz erkak tigir bilan yaxshi bo'lib ketasiz. Bular tigir. Men bashi cho'rniga tiqib tashlayman. Men tepa erta yaxshi bo'lib gaplashgingiz kelsa, meni tushirib yorib, gaplashavering. Prosta men efiringizga boy tortganingizga atkaz qilganim uchun gaplashib o'tirdim mana multichatda. Chiqib ketdim-da, keyin shuncha. Efir oching, battle o'ynaysiz, efir oching, battle o'ynaylik. Zaybal battle o'ynamayman, anonga kiraman. Gaplashib o'tirdim multichatda. Sizga atkaz bosganim uchun kelib aytib ketay dedim-da, keldim. Oching, bo'lmasa multichat boraman men. Boshim olib ketdi bilan biznes. Ya bo'ldi, nuqta qo'yildi, sizlar yarashdinglar deb o'yladim men boya. Bo'ldi, hamma bir-bir. Men to'xtatdim, to'g'rimi? Indamay keldim. Kelsam meni gapirib o'tiribdi. Yo, balkon ko'rib turibdi, men 300 ta odam turibdi-da. Men gapirmadimmi? O'zi gapirib turgan joyda tutib olyapman. Boya men erkakman, gapirmayman deb yana gapirib o'tiribdi sizga qanchiq deb, to'g'rimi? Men keyin chiqdim liftingizga. Sani so'kkan yo'q hech kim, miyasiga berib qo'ygan buni. Nima qilasiz? So'kkan yo'q. Jinni bo'lib qolgan, ko'rdingizmi? So'kkani yo'q, men gapiryapman. Prosta siz chiqsangiz, serimni so'kishib ketib, urishib ketasizlar-da. Nima kerak boshqa begonalar oldi? O'zi gapirib o'tiruvdi, to'g'rimi? Gapirib o'tirgani uchun gapiraman. Meni, пожалуйста. Ya nima bo'ldi dedi. Boshiga qaytdik. Nolga qaytdik. Boshlab berdi yana-da. Nolga qaytdik. Boshlandi. Retro borku, hammasini ishonsam boshladim borku va hamma bilan salom alaykum. Hamma boshlab ketdi, siz bilan pistonammi? Da bu вообще yo'q odam edi-da. Retroga kim sakradi? Bo'ldi. Keyin boshqa sola solib bo'lib ketdi.
Nima qiladi? O'zi chiqish kerak. O'zi bir-birini onasidan so'kdim, o'zi gaplashib olardi u gapni. Odina mana o'qing. degansizlarda. To'xtang, mana o'qing. Hisobmas degansizlarda. Shoshmay turing, bir minut to'xtang. Qizumas. Mishani yozayotgan o'qinglar-da. Mana Misha yangi kirgan 6-levelda turibdi-da, ammo kechasi bilan shu tema deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Shu-da, hali tugamayapti. Bat o'tiribdan shu temani qilayotganmiz. Odamlar kechasi bilan qarab o'tiribdi. Tinmayapti, ko'ryapsizki, Laylo qattiq battle o'ynasak shu temani boshlayapti. Retroga keldi, orqasidan Patriot aka kelyapti deb, Patriot kelyapti, retroga kim sakradi? Bo'p ketdi, bo'ldi, battle ham amiga kirib ketdi-da. Shu dedi-ku, tinmayapti mana shu tema. Hozir ham Laylo chiqib ketyapman-da, siz atkaz qilganim uchun Layloga aytib qo'yay deb efirga kelyapman-da. Qanchiq deb o'tiribdi. Bitta eshitdim. Yo, Patriot tan olgin, to'g'rimi? Orqamda men seni gapirmay chiqib ketdim-da, qaytib kelyapman Layloni efiriga. Sen qanchiq deb o'tiribsan? Tan olgin, mujik bo'p, to'g'rimi? Bo'pti, sen nimani eshitasanmi? Bo'pti-da. Gapirib o'tirding, men ham chiqib gapirib tushga haqqim bor. Chunki meni gapiryapsan. Men shu paytgacha deyapman, agar efirina bo'lsam, seni zashtat qilganman degini, zashtat qilmasam chiqib ketganman har doim, to'g'rimi? Bo'pti, nega sen uni orqasidan kelib men bilan urushyapsan? Senga savol. Bor, o'zing gaplashib deyolmaysanmi sen o'rtada maqsad? Urush qilib hech narsa demadim, urush qilib padarka urdim, urush qilish emas. Voy bilat, kim urushni boshlagan bo'lsa Patriot o'shani boshiga borda, unaqa meni orqalaringdan chaqirmalaring, o'zlaring hal qilaring de. Men ayol kishiman, sen kelyapsan, bir retro kelyapti, yana kim bor edi? Boshqasi kelyapti, uyat bo'lish kerak. Bitta o'zingki yo retro ketsan. Shartini qilding, ketding, nima muammo? Bo'ldi-da, men aytib ketdim yuziga. Bo'ldi, o'tib ketdi o'sha narsa. Nimaga yana kovlayapsizlar? Har bitta efirga kirsam, qanchiq deb so'kib o'tiribsanlar. Sen meni bu asabim buzib ketdi o'shaning uchun. Voy, men seni nima debasan? Seni so'kdim, aralashma dedim senga. Sen chunki o'rtada yo'q eding-da. O'rtada yo'qsan, sen qo'shilib qolyapsan o'rtada, bilyapsanmi? Men tugatib bo'ldim, o'sha payt nuqta qo'yib chiqib ketdim-da. Kelyapman, mana yana shu gapda, yana tema. Всё. Hamma joyga shu bitta asabim buzib ketganingdan keyin bo'lmaydi-da. Asab buzib ketganingdan keyin yopdi, bo'ldi. Men o'zim multichatda mazza qilib o'tiruvdim. Layloga atkaz bosganimga keldim men Layloni efiriga. Lekin sen g'iybat qilib o'tiribsan. Tan olgin, mujik bo'lib, to'g'rimi? G'iybat mana bunaqa narsa bo'ladi. Shu gapirgan g'iybatga kiradi, bo'ldi-da. To'g'ri o'tir. Yuzingga ham ayta olaman, orqangga ham ayta olaman. Bo'ldi, orqamdan gapirganingda tutib oldim. Bo'ldi, всё. Yuzingga ham aytaman-ku o'sha gapni. Zato orqamdan gapirganingda ko'rdim, to'g'rimi? Bo'ldi, shuni tani, shuni ham tan olaman. Masalan, ketingdan quvalab so'kmayman-ku, sen jinnimisan. Kelyapman, eshitib o'tiribman, qo'ysangchi. Endi qar tan olmaydi Laylo, tavba qildim. Yopilgan qozonni yana ochib chaynayotganingda tutib olaman. Mayli, dada, shaxsamadi bilan. Bo'ldi, qilinglar, пожалуйста. Degana bilan ushlagan mayli, tanamagan odamlar bilan ushlagan mayli edi. Laylo, sen mana bu aktiv bilan bor-ku, anaqa qilgin. Battle o'ynasak bo'ladi, 328 odam bo'lib ketdi-ku, battle o'ynasak bo'ladi. Battle ham kerak emas, menga padarka bo'laylik. Voy, battle ham dabdala bo'ldi, kelib, unisi keldi, bunisi keldi, buzdi-yu. Kerak emas, o'ynash kerak emas. Battle o'ynaganda ham bo'ldi, plan yopganday bo'ldim ularga. Voy, men plan yopdim. Hamma kelib ketib qoladi. Bosh samatlarmi, jiniya bo'lib ketdi. To'xtatish kerak edi o'shaning uchun temani. Siz ham efirik janjalga aylanib ketdi, Laylo. Kerak emas edi. Sen to'xtatdim deyapsan, o'zing gaping gapirib to'xtatdim deysan, unaqasi to'xtamaydi. Men hali ham jahlim chiqib, mana soat 12 bo'lyapti, uxlamayapman men. Voy, uxla, alla aytib beraman. Bitta qo'shiq qo'ying, alla aytaylik bunga. Uxlolmabdi bu. Qara, bu ovozimni eshitgandan keyin uxlolmaysan. Yomon tush ko'rib chiqsa, ertalab tursang, labingga uchiq chiqib ketgan bo'ladi. Mayli, bo'pti, sariq qilamiz. Sen alla aytib berasan-ku, anaqa o'zi nomering olaman-da, nomering berasan, telefon qilaman. Voy, bitta padarka yo shitpit urib ber, ana tegirga beradi. Ana unga sotganki padarka. Retroga sotganki nomerimni berib yuboradi. Bitta padarka-ku ulardi narxi. Bitta padarka tashasa, ko'tini ham berib yuborsa kerak. Bitta tashlab ber, bo'pti. Tigirga tashlab bersang beradi. Lekin bor-ku, jamoatlarimizning adinem bor-ku.
sen bilan bunaqa urishaman deb o'ylamadim hech qachon. Dada sen bori qara o'zimdan o'zim urishmadim sen bilan, to'g'rimi? Sen o'rtada tiqilib qolding, shuning uchun urishdim. Har doim asabingni buzib chiqarib yuborganman efirimda. Sen tashamaysan, bor yo'q qol deb xafa bo'lib shunaqa gapirganman, to'g'rimi? Tan olib gapiraman. Chiqib ketgansan, efirga kelib g'ashimga tegib ketarding, ha, jonim ponim deb. Lekin sen orqasidan kelyapsan, men bilan teskari ketyapsan. Jonim deyman-da, jala, men yaxshi ko'rganman deyman-ku seni. Qara jonim deb turib qanchiq deb o'tirar ekan, qara. Voy, astag'firulloh, qanaqa erkak bu, ey. Jala, sen yaxshi ko'rganman deb yaxshi ko'rishmagansan. O'shaning uchun endi men O'sha Layla aytdimki, voy, shu patriotga bermaganman-da, shuncha menga protiv deb. Sog'limdan chiqmadi. Qarab tur, O'zbekistonga borsam borki, bir zo'rlab bo'lsam bir sikaman sen, qarab tur. Tushingda ko'rasan. Ungacha men erga tegib ketaman. Erga tegib ketaman, xotiram. Erimni bag'rida yotgan bo'laman. Ering ajratib sikaman, qarab tur biror kun. Erim og'zingga beradi. Bu dunyoga qayta tug'ilasan, ishon. Voy bilasan, Men mujik erga tegaman lekin, mujik erga. O'shada so'kib sevgiga deydi. Alami bor-da, aka, sevib aka ko'rgansiz borku, real chiroyli qizda, aka. Ana shu qizga birinchi men borku, preglagат qilganman, men bilan gaplash, men yopaman planing deganman. Biddaraz o'zicha kim nima bor gaplashmagan. O'shandan bilmadingmi, patriot plan uchun kirgan qiz emasman. 15 yilgacha men. Ana, bo'ldi, ketdi. Balkom guvohsizlarga qaranglar lekin. Hozir bittanglar yana poylab kelaman. Agar g'iybat qilib o'tirgan bo'lsa, qarasin. G'iybat qilaman, jalab, ketib qolsang g'iybat qilaman o'sha odamga. Jalab, o'taganashi deyman. Qaysi zamonda qolib ketdim? Ketmaysan naxi, ashula o'tirasan men o'rnimda. Menga po'qi keladi. Tavba qilib, majburlaydi haqiqatan. Menga po'qida hammasini chichi o'tirganiga retro bilan piddaras. Odam qara. Hammasi. Menga qarada, u plan borki, qara ishlasang $1000 topasan. Asrama naxi. Mendan kichkinasan yo'qol. Gapini qara. Hozir akada demadi yaxshi ham. O qara plan borki bo'lsa, patriot qarada. $8 yoki $1000 ishlarimiz shu bego'dan mayli. Lekin u pulda borki, men yarmini bor-u, hamma ko'rib tashlayman-da. Pul uchun o'lmayman. Unaqa qisiq qiz emasman. Urib chiqib ketaman, haqiqatan biladi. Hamma videoshi yoki oddiy opalar ham biladi. Retroni qara, itarama hal deydi. Itargan qo'ymayman, adina meniki, короче. Sikaman, qarab tur. Retroni ham cho'ta menda alami bormi deyman-da. Cho'ta ana kundoshingmi deyman, patriot. Sansirama. Unga bermay ketganman shekilli. Yana nima so'kinning, men sansiraman axir. Mendan kichkinasan, uka. O'zingda bo'lib gapiraver. Dadasi deb chaqirdi. Yaxshi bo'lib ketadi. Sal ham qo'shqaraman. O'zingda bo'lib gapiraver, ukam. Opa degin, opa bo'laman men. Gruppovoy Ha, unaqa kichkina bo'lib o'tirganimga ishonma deydi-ku. O'tirganim kichkina ko'ryapman deyman. Yo'q, jinnimisan. Nechiga kirding, bo'pti, xo'p, so'ra. Sendan nechiga kirding? 29 kiryapman. Jalab teng ekamizku, gandi. Teng ekamizku, jinnat. Gandon dedi, gandon aptekada dalbayop. Qatdan bilaman endi, qatta bo'ladi. Nima farqi bor? Senda ham bor-ku bitta. O'zbekistonga bor, ana shu Layloga xiyol qilib bo'lsam bir soat. Hozir bir-birini o'ldirmoqchidiring, davay er xotin. Yo'q, meni o'zimni salomalik qilasizlar, qo'yinglar. o'zimni jonim bor. Menga podarkasi ham kerak emas meni jonlarimda. Mana shuncha odam turibdi. Faktiski men birinchi adirimga aytganman, короче, men bilan sevishasan deganman, o'zicha pizda omitilli odamni sevishmagan. Da, sevishmaganman. Chunki hech kim bilan sevishmayman. Menga bor-ku, bunaqa katta gapiradigan bolalar yoqmaydi. Menga anaqa bechora yashasa ham borib oqko'ngil bolalar yoqadi. Men shunaqa, men bechora. O'zim boqaman erimni, gaping bormi? O'zim boqaman. Men kambag'alman, davay men bilan sevishni. Yo'q. Hozir zo'ruding-ku, men daqiqaga pulim ketsa ham seni kuydiraman. Davay kuydir endi. Tomosha qilayman. Hali ham so'zlarim kuchida. Yana shunaqa deydi, men qarang. Ko'maman. Yo'q, men borib pulga qiziqmayman. Men pulga qiziqmayman. Qarab turgan. Bugun pul bor, ertaga yo'q narsa.
Tushundingmi? Kara masalan temir daftarimi qanaqa deb o'shaga Voy kirganman. bilan hozir nima deb o'tiruvdi? Voy men kunvoraman. Qo'taq qo'shyapmanmi? Pasbilan gaplashyapman, dalbayob. Ana bo'lmasa bo'larkan, urmayman, so'kmayman degan uylanadi brat dedi. Voy bilan. Pizdes endi. Uylansa lekin o'zimni o'ldirib 7-etajdan tashlayveraman mana shu yerdan. Maniki balandroq Zaga masaga faktitsiya addoshi sevgi so'r qilsam davno kelib turib berib ketadi-ku nerminglar, ha? Boshqasi bo'lganda-ya, qara-ya, bitta men chiqib qolganman-da shunga protivda. Bitta men bermay qo'yganman, qara. Nimani tashlayveray? Sevishinglar lekin bir-biringga juda moslar, baxtli oila bo'lasizlar dedi. Bir-birini umuman eshitmaydi-da, gapiraveradi. Yo'q, meni bunaqa erim bo'lsa, yo meni o'ldirib qutuladi, yo men uni bir kunda zahar berib, yo bironta pichoq-muchoq tiqib o'ldirib yuboraman lekin. Haqiqatdan bunaqa er bilan hayotda yashayolmayman. Naborat, ana shunaqalar hayotda yaxshi kelishib ketadi. Bir-birini eshitmay urishaveradi-da. Yo'q, unda bosh og'rib jinni bo'lasiz, erta kunda jinnixonada yotasiz. Bular og'zing yopilmagan bular, shantajmisan bular? Voy, men shunda ham begoda shuncha odam turibdi, o'zimda bosib gapirganimni ko'ryapsan. Qara, o'zida bir narsalar yasaydi. Olib desang, bo'rraydi morka, og'zing kuting yetib qoladi. Chiqmaydi. Bunda xotin chiqmaydi. Sen qara. Erlik qilaman deyapti, xotinlik xuyna. Erlik qilaman deyapti bu. To'g'ri, menga faqat yaxshi gapirib, mehr, bunaqa so'kinishlarni men eshitib charchaganman-da. U so'kinishlar yoqmaydi o'zi menga. Belli, qaysi belli, masalan, so'kmagan jonim, davay nomeringni beraman. Tigirga bitta shit urib beradi, bechora gaday-ku. U shitga nomer berib yuboradi. Retro aka bilan o'rtada bitta shit berib ehson qilib kelinglar. Zato sherik bo'lib qolaman, nomerimni olib kelasizlar. Ayol kishiga mehr kerak deyapti. Ana balkon aytayapti. Shunday. Bunaqa so'kinadigan yerdan ko'ra erga ersiz o'tganim yaxshi. Retro o'zida olay o'sha nomerni to'xtatib tur, qara so'kib o'raman. Ha, berorsin. Menga qara, retro patriot. O'zing berasan. Men bermayman hech kimga. Menga qara, olor xohlasang, Tigirda haqiqatan Dilnoz men uchalamiz gaplashib turamiz, kir efirga unaqa degan nomer bor, haqiqatan o'tgan safar bergan nomerimda. Telefon qildi, men zaynit bosdim. Haqiqiy sevgi. Zaynit bosdim, chunki gaplashmayman. Janab gapni eshitmadim. Sevishmayman hech kim bilan. Men bunaqa so'kinadigan bolalar bilan sevishmayman. Iloyo, omin qurtlab ketsin, matkanga cho'tib ketsin. Mayli, o'sha saqlab o'tirganim yaxshi undan. Qurtlarga bag'ishlayman, senga bag'ishlagandan ko'ra. Aka, so'kmang aka, qiz bolaga to'ppa-to'p. Tili ham o'zi ham zahar ekan. Tili ham o'zi ham zahar ekan dedi. Sizni qadringizga yetmay. Qoshiq bor. Qoshiq bor. Qanaqa qoshiq tushunman. Aka, siz dalboyobmisiz? Nima menga qimorboz deb yozyapsiz aka? Quyit qilganmisiz ozgina? So'kinma, mana og'zing buzuqsan, hali ham bunga effekt bor. Jo'ra realni ham ko'rganman, chiroyli qiz, effekt o'chirganini ham ko'rganman. Boshida effektsiz o'tirardim. Keyin effekt qo'yib o'tirdim, chunki bitta tanish chiqib qoldi, hayotda ko'rganman-da ularni. Keyin effekt qo'yib o'tirdim. Ham tem bo'laydi, hozir zapis qilib yotibdi, bo'sha qilib yotibdi. Tanisa tanursin. Kim effektsiz o'tiradi misol uchun-da, kim effektsiz o'tiradi? Maymunga o'xshaydi deydi. Qo'yma, maymunlar yaxshi ko'raman, jura.